புகை பூஞ்சுருளால் புற்றுநோய் புகுமுனில் கள்ளுண்டால் கெடும் உடல். Smoking and consumption of alcohol are injurious to health. O'tgan oy seni ogohlantirgandim. Shu paytgacha hatto foizlarini to'lamading. Keyingi oy beraman. Har safar shunday deysan. Yana qancha ortingdan yugurib yuraman. Yolg'onchilar, uyat ham qolmagan. Jahlimni chiqarmay yaxshilikcha bering, xo'pmi? Hoy, menga qara. Nega butun qishloqni boshingga ko'tarasan? Hammasi eshitsin. Zora uyalib qarzlarni bersa. Bechora beva bo'lsa, shu ishing yaxshimi? Nima bo'pti? Ana barzangidek o'g'li uyda o'tiravermay, tashqariga chiqib ishlasin. Oyoq qo'li but bo'lsa. O'g'lim tegirmonda ishlayapti. Qanday qilib uni ishdan haydashganini hamma biladi. Tushundingmi? Hamma. Pushpa, Pridam to'g'ri aytayaptimi? Seni haydashdimi? Endi nimani hisobiga kun kechiramiz? Suv ich. O'g'lim ham mana bu mol ham quloq solmaydi. Qarz 3300, foizi ham 3300, hammasi bo'lib 6600. Bo'ldi, oldi berdimiz qolmadi, Pushpa. Sen bilan qolmadi. Ammo biz bilan kim hisob-kitob qiladi? Sendan qarz ekanimni butun qishloq eshitdi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Shu ham muammomi? Voy, Gurapva, Pushpa qarzdan qutuldi. Bo'ldi, men ketdim. Kecha bozorda olomon yig'ilgandi. Ularga kim xabar berdi? Menmi? Nimalar deyapsan? Gurapova, kecha kelgan odamlar ro'yxatini ber. Mana hammasi bo'lib 160 ta odam edi. Vakalaraviy. Hoy, nima hammaga bir aytib chiqishimni istaysanmi? Bunday qilmayman. Kandallar aydu. Kandalraydu, Pushpa qarzdan qutuldi. Hammangiz eshitding. Bo'pti, eshitdim, yaxshi. Qolmadi. Supalakshmi, Patiala. Qolmadi Pushpani qarzi. Hammasidan qutuldi. Pushpami? Venkat Subamiga Javob bera olmayman. O'tir. Voy, Kesheva, Pushpa qani?